Eron oliy rahbari Isroil bilan urushning yangi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. 9-kun Eron va Isroil zarba berishda davom etmoqda. Rossiyaning Eron-Isroil mojarosi bo'yicha takliflari bor. Putin. Xitoy Rossiyadan keyin Eron tomoniga o'tdi. Putin. Rus askarining oyog'i yetgan joy bizga tegishli. Kreml. AQShning Eronga yadroviy zarbasi falokat bo'ladi. Ajr qora sedana bu koni foyda o'zimizning halol mahsulot. Ham salomat bo'lasiz, ham saxovat qilasiz. Endi siz azizlar ajr qora sedanadan xarid qilib, bepul umra yo'llanmasini yutib olishingiz mumkin azizlar. Qolaversa, ajr qora sedanadan xarid qilib, bu orqali siz yetim faqir miskinlarning holidan xabar olasiz. Ya'ni ajr qora sedanadan tushgan daromadning naqd 30% mana shunday oilalarga ehson qilinadi. Eron oliy rahbari Isroil bilan urushning yangi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Eron oliy rahbari Ali Xomeiniy Isroil bilan harbiy mojaroning yangi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Tegishli nashr uning X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e'lon qilindi. Urush boshlanadi, deyiladi bayonotda. 13-iyun kechasi Isroil Erondagi yadroviy va harbiy obyektlarga hujum qilib, ko'tarilgan sher operatsiyasini boshladi. Zarbalar yadroviy qurol ishlab chiqish bilan bog'liq infratuzilma obyektlari, shuningdek eronlik generallar joylashgan joylarga qaratilgan. O'sha kuni kechqurun Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi haqiqiy va'da 3 deb nomlangan javob operatsiyasi boshlanganini e'lon qildi. Isroilga qarshi raketa zarbalari berildi. Xitoy Rossiyadan keyin Eron tomoniga o'tdi. Si Szinpin barcha tomonlarga, ammo ayniqsa Isroilga harbiy harakatlarni to'xtatishni chaqirdi, deb xabar beradi davlat yangiliklari agentligi Sinxua. Ilgari xitoyliklar neytral pozitsiyasini saqlagan, ammo Pekinning mavqei Si Szinpin bilan Vladimir Putin o'rtasidagi telefon suhbatidan keyin o'zgardi. Xitoylik hamkasbi singari Putin ham tovar bilan yaxshi munosabatlarni saqlaydi. Si Szinpin Erondan katta miqdorda neft sotib oladi. Putin esa u yerdan Ukrainaga hujumlar uchun dronlar oladi. Tovarning ag'darilishi ikkala davlat manfaatlariga tahdid solishi mumkin. Rossiya va Xitoy rahbarlari Xitoy telekanallari ma'lumotlariga ko'ra, mintaqa mamlakatlarga azob olib keladigan keskinlikdan ogohlantirdi. Si Szinpin shuningdek oq uzishni to'xtatish va keyinchalik Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar o'tkazishni qo'llab-quvvatladi. 9-kun Eron va Isroil zarba berishda davom etmoqda. 21-iyun kuni ertalab Eron Tehron yadroviy dasturi bo'yicha tahdid ostida muzokara o'tkazmasligini aytganidan so'ng, Eron va Isroil o'zaro yangi hujumlar amalga oshirdi. Yevropa esa tinchlik muzokaralarini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilgan. Eronning Fars agentligi xabar berishicha, Isroil mamlakatdagi eng yirik yadroviy obyektlardan biri Isfahon yadroviy majmuasiga hujum qilgan, ammo radiatsion moddalar oqib chiqmagan. Qom shahridagi bir bino ham nishonga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 16 yoshli yigit halok bo'lgan, yana 2 kishi yaralangan. Isroil armiyasi esa Erondagi raketa omborlari va uchirish infratuzilmalariga katta hajmdagi zarbalarni amalga oshirganini ma'lum qildi. Mahalliy vaqt bilan soat 2:30 da Isroil hukumati Eron tomonidan raketalar zarbasi yuborilayotgani haqida ogohlantiruv berdi. Tel Aviv va markaziy hududlarda havo hujumi sirenalari yangragan. G'arbiy sohildagi Isroil tomoni egallab turgan hududlarda ham sirenalar eshitildi. Tel Aviv osmonida raketa to'sish tizimlari ishga tushirilib, portlashlar sadosi eshitildi. Isroilning milliy yordam xizmati Magen David Adamga ko'ra, Janubiy Isroilda ham sirenalar eshitilgan. Isroil armiyasiga ko'ra, Eron tomoni 5 ta ballistik raketa uchirgan, ammo ular haligacha to'liq maqsadga yetmagan. Isroilda halok bo'lganlar haqida dastlabki ma'lumot yo'q. Faqatgina bir ko'p qavatli turar joy binosi tomida yong'in chiqqan. Bu qaytarilgan raketa parchalari sabab yuz bergani aytilmoqda. Rossiyaning Eron-Isroil mojarosi bo'yicha takliflari bor. Putin. Rossiya Eron va Isroil o'rtasidagi mojaroni hal qilish bo'yicha takliflarga ega. Moskva barcha ishtirokchilar, shu jumladan AQSh bilan ham aloqada. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 20-iyun kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiya muzokaralarda vositachilik qilishga intilmayapti. Biz shunchaki g'oyalarni taklif qilmoqdamiz va agar ular ikkala tomon uchun ham jozibador bo'lsa, biz bundan faqat xursand bo'lamiz, degan Putin. Rossiya prezidenti Eron, Isroil va AQSh rahbarlari bilan gaplashganini va ularga vaziyatni hal qilish bo'yicha o'z qarashlarini taqdim etganini qo'shimcha qildi. Hozir bizning takliflarimiz ham muhokama qilinmoqda. Eronlik do'stlarimiz bilan ham aloqalarimiz bor. Ular deyarli har kuni sodir bo'ladi. Shuning uchun biz ko'rishamiz.
Putin: rus askarining oyog'i yetgan joy bizga tegishli. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 20-iyun kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida Rossiyaning Sumi shahrini bosib olishga urinishini istisno etmadi. Men rus va Ukraina xalqlarini bir xalq deb bilishimni ko'p marta aytganman. Shu ma'noda butun Ukraina bizniki. Ukrainadagi urush haqida gapirishda davom etarkan Putin qadimgi qoida deb atagan iborani aytdi. Bizda qadimiy qoida bor. Rus askarining oyog'i qayerga yetsa, o'sha yer bizniki, deb ta'kidlagan Putin. Shu bilan birga Rossiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Kreml Ukrainada taslim bo'lishga intilmayapti. Biz joylarda yuzaga kelgan haqiqatlarni tan olishni talab qilamiz. Putin shuningdek Rossiya armiyasining Ukrainaning Sumi shahrini bosib olishga urinishini ham istisno etmadi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi Sumi viloyatida 10-12 kilometr bufer zonasini yaratgan. 8-10-12 kilometr. Keyin Sumi shahri bor, viloyat markazi. Bizda shunday vazifa yo'q, Sumini qo'lga olish. Lekin prinsipial jihatdan men buni istisno qilmayman, deb ta'kidlagan Putin. AQShning Eronga yadroviy zarbasi falokat bo'ladi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh Eronga nisbatan taktik yadroviy qurol qo'llash ehtimoli haqidagi xabarlarni spekulyatsiya deb atadi. U bunday ssenariy falokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Hozir juda ko'p spekulyatsiyalar bor. Bunday holat falokatga olib kelishi mumkin. Ammo spekulyatsiyalar shunchalik ko'pki, ularni izohlashning o'zi qiyin, dedi Peskov TASS agentligiga bergan intervyusida. Bundan avval Fox News telekanali muxbiri Jeki Heinrich Oq uydagi manbaga tayanib, AQSh Fordo yadroviy obyektiga taktik yadroviy qurol bilan zarba berish ehtimolini rad etmayotgani haqida xabar bergandi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, Amerika harbiylari podzem obyektlarni yo'q qilishga qodir maxsus bombalarni ham samarali deb hisoblamoqda. The New York Times gazetasi amerikalik maxsus xizmatlar manbalariga tayanib, agar AQSh Fordo yadroviy obyektiga hujum qilsa yoki Isroil Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanayinga suiqasd uyushtirsa, Tehron yadroviy qurol yaratishga qaror qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Biroq nashr yozishicha, Eron hozircha bomba yaratish haqida yakuniy qaror qabul qilmagan. 2025-yil mart oyida AQSh milliy razvedka direktori Tulsi Gabbard Eron harbiy yadroviy dasturini tiklayotgani bo'yicha hech qanday dalil yo'qligini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Oyatulloh Xomeiniy 2003-yilda to'xtatilgan loyihaga qaytishni ma'qullamagan. Shunga qaramay, AQSh prezidenti Donald Trump yaqin vaqtgacha Eron yadroviy bomba yaratish arafasida bo'lganini iddao qilmoqda. Jurnalistlar uni razvedkaning boshqa fikrini eslatishganida Trump shunday deb javob berdi: "Ular nima degani menga qiziq emas. Menimcha eronliklar juda yaqin turibdi." Rossiyani urushni to'xtatishga majbur qiladigan paytga juda yaqinlashib qoldik. Biz buni his qilyapmiz, deya qo'shimcha qildi Ukraina prezidenti. Vladimir Zelenskiyning boshqa bayonotlari. Ukraina Bayden bilan shahidlarga qarshi kurash uchun 20 ming dona raketani olishga kelishib olgandi. Biz bu raketalarni kutayotgan edik, biroq yaqinda AQSh ularni Yaqin Sharqqa jo'natib yubordi. Qo'shma Shtatlarning yordamisiz Rossiyaning g'alaba qozonish imkoniyati yuqoriroq, Ukraina esa katta yo'qotishlarga uchrashi mumkin. Putin faqat juda uzoq, ko'p yillar davom etadigan urush sharoitidagina g'alaba qozonishi mumkin. Tramp Rossiyaga qarshi qo'shimcha choralar ko'rishi lozim. U ukrainaliklarning fojiasini to'liq tushunayotgani yo'q.